Ajdodlarni xotirlash va keksalarni e'zozlash ulug' qadriyat hisoblanib, bu borada mamlakatimizda har yili qabul qilinayotgan dasturlarda yoshi ulug' nuroniylarga bo'lgan hurmat, e'tibor, diqqat markazidadir. 9 may yurtimizda keng miqyosida xotira va qadrlash kuni katta tantanalar bilan nishonlanadi. 1941-1945 yillar urush va mehnat frontida tinchlik uchun kurashib halok bo'lgan jasur va matonatli o'g'lonlar xotirasi yod etiladi hamda urush va mehnat frontida jasorat ko'rsatgan nuroniylarimiz e'zozlanishi xalqimizga xos qadriyatlar ko'zgusi sanaladi. Nuroniylarga g'amxo'rlik ko'rsatish, ularni holidan xabar olish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash an'anaga aylangan. Yurtimizning bugungi tinch, osoyishta hayoti uchun jasorat ko'rsatib, fido bo'lgan vatandoshlarimiz xotirasini yod etish esa eng oliy vazifamizdir. Zero inson aziz, xotirasi muqaddasdir. Kirib kelayotgan qutlug' kun 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan barcha faxriylarimizni, aziz yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Fashizmga qarshi urushda mardonavor jang qilgan, og'ir mashaqqat va musibatlarni boshdan kechirgan qahramonlar va xalqimiz asrlar davomida orzu qilgan erkinlik uchun o'z jonini qurbon qilganlar xotirasi hamisha yodimizdadir. Vatanini himoya qilishda jonini fido qilgan, xalq orzu qilgan, erkinlik uchun kurashgan milliy qahramonlarimizni ruhi oldida yana bir bor ta'zim aylaymiz. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Aziz vatandoshlar!